Xushxabar, endi har yili tibbiyot xodimlariga pul mukofoti beriladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bugun 10 noyabr kuni tibbiyot va farmatsevtika xodimlari bilan o'tkazilayotgan uchrashuvda tibbiyot xodimlarining mehnatiga qo'shimcha rag'batlarni e'lon qildi. Endilikda har yili tibbiyot va farmatsevtika xodimlari kuni munosabati bilan davlat tibbiyot muassasalarining barcha xodimlariga pul mukofoti beriladi. Tumanda yangi davolash usulini joriy qilgan shifokorlar 21 million so'mdan mukofot oladi. Davlat tibbiyot muassasalarida kamida 15 yil ishlagan tibbiyot xodimlariga sanatoriylarga bepul yo'llanma beriladi. Davlat oliygohlariga o'qishga kirgan farzandining 1 yillik kontrakt summasiga 30% chegirma taqdim etiladi. Har yili faoliyatida aholida natijalarga erishgan 500 nafariga ipoteka krediti boshlang'ich badalining 25% kompensatsiya qilinadi. Davlat tibbiyot muassasalarida kamida 3 yillik stajga ega tibbiyot xodimlariga zarurat tug'ilganda yiliga 1 marta yuqori texnologik ixtisoslashgan tibbiy yordam bepul ko'rsatiladi.